2 xona 54 kvadrat. Nima deyapti? Studiyni qilingan. Bu aslida bu yoq devor bo'lgan, bu yoq bitta xona bo'lgan, lekin uyni dizayni shunaqa qilishganki, devorni olib tashlashganda o'rtadan mana bitta eshik oldin bo'lgan, eshikni olib tashlab, oshxona bilan bitta xonani bitta qilib katta studiyni variant qilishgan. Ko'rib turgan uylar hamma narsasi mana shundoq qoladi. Вообще muah deydi-yu, со вкусом pardalardan tortib aboylarigacha dekorativni deydimi devorlarni. Shunaqa qilingan ekan. Uy вообще dahshat. Menga yoqdi. Уже kirishim bitta chizyapti. Xo'p, kirishinglar bilan bu kirishinglar bilan sразу o'ng tarafda sanuzel o'pishi keladi. Sanuzeldan oldin o'zini kichkina garderobchasi, shifonyerchasi ham bor ekan. Shu yerga kiyimlarni osib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, o'timizda общий sanuzel kir moshinalari bilan qoladi. Dushovoy kabinka qilingan ekan. Bu yoqdan keyin koridor bilan to'g'ri chiqib kelaverasizlar. Bu yoqda родительский спальня. Endi qaranglar, lashata, high-tech uslubda. Men eng yaxshi ko'rgan uslubim high-tech, minimalizm, ana ko'z ham charchamaydi. Konditsionerlari ham bor, o'zini komodlari ham hamma narsa bor, shifoner. No xullas, uy со вкусом hech narsa kerak emas. Bemalol shunday narsalar bilan kelib yashaysizlar. Bu nima desam bo'ladi? Bu remont sraz aytaman. Studiyniy variant qilinganligi uchun yevropeyskiroq oilalar bor-ku, bitta jiz etadi. Agar sizlar tabiatlilar shunaqa bo'lsa, yevropeyskiy uslub ko'rsanglar, aynan mana shu sizlar bob uy ekan. 4-etajdamiz, 54 kvadrat общий. Xo'p, uyimizdan narxi keladigan bo'lsak, 65 ming deyishyapti. Telefon qilib aloqaga chiqsanglar, ozgina o'tadigan joyi ham bor ekan. Uy lekin